بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن الحمد لله العلي الغفار والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المختار وعلى آله وصحبه أجمعين. Hürmetlik Müslüman kıyırdaşlarımız, her kandak şirketler ve her kandak bazarlarının bir yarmanka açıdığan bekitilgen bir vakti bolgandek bizge Allah Subhanahu ve Taala muşu Ramazan ayının ahırkı küllerini alahide kadirlaydıgan gün kılıp Kur'an-ı Kerim'de alahide bekitip bergen. Ramazan ayı ayla işidin en uluq. Külle işidin Arapi günüsü yaki Nehri günüsü en uluq. Şunu da keçile işidin Kadir keçisi en muhterem ve şereflik uluq keçe. Lekin biz Allah Subhanahu ve Taala'ga işen güçlerinin Allah Taala bizge kadri kıymetlik kıp çürüp bergen kıymetlerini yuqur biladigan hakiki iman ve hakiki halis niyetlik düşüncemizge bağlıq. Biz Allah Taala kadirligen ibadetlerini, Allah Taala kadirligen emellerini, Allah Taala kadirligen yaxşı, güzel Allah'ını razı kıladigan mukaddesatlarını ve şairi İslam yani İslam belgelerini uluq bilsek o vaqtda biz hakiki kadir kıymetini uluq bilgen bolamiz. Şunun için bizning qalbimizda şundaq bir ko'rish, şundaq bir tushuncha bo'lish kerakki, şundaq bir safa ve itiqat bo'lish kerakki, Allah Taala qadrlaganni qadrlaydigan bo'lishimiz kerak bir tuqqanlarimiz. Biz dünya musulmonlari, bo'libmi Uyg'ur musulmonlarining bugungi ojizligimiz va bugungi xorliqimiz bizning Allah Taala qadrlaganni qadrlamaganligimizdan kelib chiqqan qarindoshlarimiz. Bizning dinsizlarning fikricha yoki Yahud Hristiyanlarning ta'siricha fikr qilganligimizdan kelib chiqqan. Şuna Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de "Ve ma qadarullah haqqa qadrih." Ular Allah Subhanahu ve Taala'nı hakiki qadirlashda qadirlamadi degan. Şunun için Allah Taala'nı hakiki qadirlab bolsak, Allah Subhanahu ve Taala bizge qadirlik bekitgan itiqad, faraiz ve emeller ve vaqtlar ve makan ve zamanlarını ve qiladigan ish ve barliq mas'uliyatlarni qadrlasak, ondan Allah Taala'ni haqiqiy qadrlagan bo'lamiz, qarindoshlarimiz. Shuning uchun bizga Allah Subhanahu va Taala mushu qadr kechishni qadrlik qilib bekitib bergan va Allah Taala bizga buni bir sovg'at qilib atgan bir tuqqanlarimiz. Biz mushu qadr kechishni izlash uchun kimga ixtido qilamiz? Bo'labmi bizning muhterem Peygamberimiz Muhammed aleyhissalatu vesselam'a ergişimiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Ramazan'ın ahirki ulluri kelgen vaqtida özünün belvagını çiğntatdı. Yani ayollarından yiroq turatdı. Hazırki devrimizde bunun emri misali ayolları bağla ayollardan yiroq turuşu. Ayolları yokla yoki erleri yokla her türlü filmlerden ve resim şekil suretlerden hatta ki ruhsat kılıngan bazı filmlerden mi yiroq turib Allah Subhanahu ve Taala bizge bekitib bergan ibadet ve emellerini, mesela Allah Taala'nı eslashni, namaz ve kıyamda turishni, Allah Taala'nın dinini güllendirdiğin
güzel da'vat nasihatlarni bo'libmi Allohning so'zi Qur'on va payg'ambar alayhisolamning ishonchlik so'zi bo'lgan hadislardan nasihat va da'vatlarni qilishni va shundaqla Alloh subhanahu va taologa duo qilib Alloh subhanahu va taoloning yordami, nusratini talab qilishni izlaydigan shundoq muhim bo'lgan kunlar bu. Bir tuqqanlarimiz şuna Peygamber aleyhissalatu vesselam muşu Ramazanның ahirki günlerinde özünün ayalidan ayrılgan, özünün belvigini çiң biktiretken ki ana aşundaq Allah Taalaga halis bo'ladigan har qandaq yaxshi ishdan yüz o'rtadigan ruxsat qilingan ishlardanmi yiroq turgan. Qarindoshlarimiz Peygamber aleyhissalatu vesselam mana bu ay kunlarda bizga shundoq ulgu ko'rsatgan. Ikkinchi qilib o'zining uy ishidagi qiyomda turib namoz o'qilaydigan barliq balavoqlarini uyg'otgan. Uchinchisi Peygamber aleyhissalatu vesselam namoz o'qigan, Allah subhanahu va taologa zikr tasbih qilgan, Qur'oni Karimni qattiq talavat qilishga ahamiyat bergan. Bo'libmi Peygamber aleyhissalatu vesselam Qur'oni Karimni o'zining Allah subhanahu wa taala aldığa vafat bo'lib ketadigan vidolashish yilida Jibril alayhissalatu vesselamga Qur'oni Karimni 2 qatim o'qib bergan qarindoshlarimiz. Ham Peygamber aleyhissalatu vesselam mush Ramazan oy oxirlarida ibodatga bakshing turgan, ham qattiq shamoldak saxiy bo'lib ketgan. Alloh taala Qur'oni Karimda deydi-ki: "A'uzu billah va mimma razaqnahum yunfiqun." Biz ularga bergan rizqdan chiqim qiladi degan. Bu yerda Allah 2 nuqtani o'ttirib qo'ydi. Birinchi, rizqning egisi Allah. Biz bergan dedi. Har qandaq odamning dunyoda hatto o'zimi o'ziga tabi emas. Chunki u o'zimi Allah bergan oriyat. Uning qo'lidagi barliq igdashliqmi uningga Alloh taolo bergan oriyat. Shunga bizdiki mayli ruhi bo'lgan boylik bo'lsin, ya'ni din va islom va ilm bo'lsin, mayli iqtisodiy bo'lgan boylik bo'lsin, buning haqqini vaqtida ado qilishimiz, haqni so'zlashimiz, Alloh bergan rizqning zakotlarini, sadaqalarini joyida ado qilishimiz kerak. Eng muhimi mush Ramazonning oxirgi kunlari qolgan mush paytda o'tib ketgan yillarda qilinmay qolgan iqtisodiy yordamlarimiz va har turli sadaqalarimiz va har turli yardimimizga farz bo'lgan zakotlarimizni hoşumuzni yig'ib Allah rizoligi uchun ado qilib o'tishimiz kerak. Va har qanday ustozlarimiz o'tib ketgan yildagi Alloh taolo uchun ado qilmoqchi bo'lgan diniy majburiyatlarimizni va ilmiy majburiyatlarimizni ziyolilarimiz o'zimizning ustidagi har turli ummatga ruhi va moddiy va amaliy jihatda va ilm tushun jihatda yetakchilik qiladigan barliq gardimizda qolgan qarzlarimizni ado qilishga qalbimizda niyatimizni mustahkamlashimiz va amaliy faoliyatga o'tishimiz lozim. Alloh subhanahu va taolo kunlar orasidan nahr kunisi yoki arif kunisini qadrlik ulug' kun qilib yaratib berganidek, tushirib berganidek, shundaqla oylar orasidan Ramazon oyini eng ulug' qilib bekitib berganidek, kechalar orasidan qadr kechishni ulug' qilib bekitib bergan. Şuna Allah Kur'an dedi ki: "Ve rabbuka yahluqu ma yasha'u ve yaxtar." Senin Parvardigoring xoligan narsalarni yaratadi va xoligan ish va amallarni tanlaydi degan. Demak, bu qadr kechisi Allah subhanahu va taoloning biz musulmonlar qilgan eng cho'ng sovg'ati. Her qandaq bir Allah taologa xolis bo'laman deydigan musulmon qarindoshimiz Allah taolo bizga tanlab bergan mush qadr kechisidan iborat bo'lgan sovg'atni qadrlashimiz kerak. Shuning uchun Allah taolo Qur'oni Karimda dediki: "A'uzu billahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr." Haqiqatan biz Qur'oni Karimni qadr kechisida tushirdik. Birinchisi, Qur'oni Karimni Allah qadr kechisida bir ulgucha Lavhul Mahfuzdan zamin osmoniga tushirgan. Uningdan keyin Muhammad alayhisolatu vasallamga musulmonlarning sharoitlari, musulmonlarning har turli qilgan mas'uliyatlariga qarta tadrijiy tushirgan. Demak, Qur'oni Karim bizning hayotimizga tatbiqlangan, amaliy bo'lgan bir hayotga aylangan. Demak, mush ish qadr ketishda zaminga
tushirilishi boshlangan. İkincisi, Allah Teala deydi ekanki, qadr kechish degan qandoq kechish ekanligini sen qandoq bilasan ey Muhammad? Qadr ketsa ming oydan yaxshi degan. Banu İsrail qavmidan bo'lgan bir musulmon insonning ming oy ibodat qilganligi so'zlangan. Ming oy Allah Taala uchun jihad qilgan, qiyamda turgan va ibodat qilgan va shuning uchun o'zini atoligi so'zlangandan keyin sahobalar bunga ajablanib ketgan. Shu vaqtda Allah Subhanahu va taolo mana bu oyatni tushirgan. Shu bir odamning ming oy ibodat qilganiga o'xshash mush kechida bir kecha Allah Taolo uchun qadr kechida ibodat qilib, Allah Taolo xolis qulchilik qilsa, shu ming oy ibodat qilingga teng bo'lganligini bayon qilgan. Qarindoshlarimiz, ming oy degan qancha yil? 83 yil. Qancha kun? 30 ming kun qarindoshlarimiz. Mushu 30 ming kun ibodat qilishimiz bizga fursat berildigan bir ömürde yaşayotimiz. Bir jiddiychilik dunyoni qoplab ketgan mush vaqtda biz haqqancha 100 yil ömür bilsakmi, 100 yildan 80 yil Xudo uchun xolis turadigan vaqtimiz bo'lishini atayin. Bizning uxlaydigan vaqtimiz agar 80 yil ömür berilib qolsaqmi, uxlaydigan vaqtimiz 25 yil, yeydigan vaqtimiz va her türlü özümüzün hacetlerini ada kıldığan vaktimiz 20 yıl. Şundak kılıp bizning Allah Teala'ga halis çoğunulgan ve halis ibadet kıldığan vaktimiz belki 15 yılımı yetmeydiğen bir günde yaşavatımız, kıyındaşlarımız. Şunun için biz muşu kadir geçerini alahide uluq bilişimiz bizning mesuliyetimiz. Üçüncü kılıp bu kadir geçişte en yaşı bulduğun işlerden birisi Perişler ve Cibril aleyhissalatu vesselam bu kişide her kandak Allah Teala'nın buyrukları, her kandak Allah Subhanahu ve Teala'nın takdirlerini zimine epçüdü. Perverdigarının buyruk bilen epçüdü. Demek muş kişide Allah Teala'ya halis bulup ibadet kılıp Allah Subhanahu ve Teala'dan yaxşılık tileydigan kişi. Selamun hiye hatta matla'il fecr diyen bu ayet bizni özüge acayip tartıdı qeyrindaşlarımız. Allah Teala bizge şundak uluq boğan bir soğusun soğuk kılıdı. Ne deydi? Bu kiçe tan yorup boğuçuluk Allah Teala'nın periştleri silege Allah Teala'dan salamet tileydigan, tinijlik, hatircemlik tileydigan bir kişi deydi qeyrindaşlarımız. İmanımızdan salamet buluşu, dinimizden salamet buluşu, ahiretlikimizden dözəxə kirib qilishdən salamet buluşu, Allah Subhanahu ve Teala'nın bu dünyada zalim kafir dinsizlerinin ve her türlük Avrupa yoki her türlük kafirlerinin bizge tecavüz qilishdan salamet qaladigan İslam dinimiz ve imani taraflarimizni Kur'an hadisinin barlıq təkliflərini joyida ada qılıb bulduğan bir tinchlik bo'lishini Allah Teala'dan bizge tileydigan bir kecha degan ma'noni bizge ifodalab berdi. Qarindoshlarimiz, biz dünya musulmonlari, bulupmu Uyg'ur musulmonlar alohida Allah Subhanahu ve Teala'ga esilib mushu periştiler bizge dua kılıdığan kişide Allah Subhanahu ve Teala'dan hakiki yardım ve rahmet ve galbelerini tilişimiz lazım. Bizning Türkistan'daki Müslümanlarımızın turmuladı etevatkan qeyrindaşlarımızın halini deb hatta ki insan dünya miqyasida hiç qandaq tasirlab bergili bulmaydigan azap, qiyinchiliklar bo'latıdı. Bizning yurtlarımız üstü oçuk turumgıla o'xshash Allah Teala'nın buyrukları ve Allah Subhanahu ve Teala'nın aldı kıldıgan mesuliyet ibaretlerini hiç kandak emri türde kırılmay şundak cepa müşakkatte çıkıvatıdı. Lakin şu yurtumuzdaki Müslüman qeyrindaşlarımız küşünün yetkiniçe zikir tesbihlerini eğitip Kur'an telavetlerini kılıp Allah Subhanahu ve Teala'nın vaadi nasihatini kılıp özünün
küfrü, dinsiz zalimlarga qarşı bo'lgan ovozlarini kuch yetkincha chiqarib, nurg'un bostirishlarga uchrayotdi qarindoshlarimiz. Shuning uchun chet eldagi diniy olimlarimiz bo'lsin yoki har qandaq hijrat qilib chiqqan musulmon qarindoshlarimiz bo'lsin yoki har qandaq ziyolilarimiz bo'lsin, har birsimiz Alloh subhanahu va taolo bizga bergan iqtidorlarni ishga solib, avvalan mushu qadr kechilari va mushu Ramazon oylarining oxirlari va har bir vaqtlarimizda Alloh subhanahu va taologa alohida yerinib, Alloh subhanahu va taoloning yordamini tilaydigan vaqtlar bizga keldi qarindoshlarimiz. Shuning uchun bu qadr kechini har bir musulmon qarindoshlarimizning qadrlab, bizning kelgusi yilimizda bizning dünya musulmonlarining ikkinchi qilib bo'libmi Uyg'ur musulmonlarimizning hozirgi xorlik, ojizlik, kofirlarning har turlik xabliqlari asib turayotgan mush qiyinchiligimizning yaxshi bo'lgan patiga, g'albiga, nusrat yo'liga, haqiqiy erkinlik va baxtga islom nurining Qur'on, hadis hidoyatining bizning yurtimiz Turkistonlardami yurishiga, bizning Uyg'ur musulmonlarimizning oshkora Alloh rozi bo'ladigan yaxshi amallar va ibodatlarni va balavoqlarimizning erkin islom maktablarida dini va o'zining dunyo oxiratlik fanni bilimlarini joyiga qo'yib, islomiy bo'lgan hayotga amal qiladigan yaxshi bir dunyoning bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan talab qilaylik qarindoshlarimiz. Hammamizni Alloh taolo jannatda bir qilsin va bu dunyoda har qanday Alloh rozi bo'ladigan yaxshi amallarni bir qilsin va bizning shu mustabid zulm ostida qolib qolgan Turkiston zaminimizda har birsimizni islom nuri va hidoyati va erkinligi bilan bir qilsin. Allohumma salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. Ey ulug' muhtaram, azamatli, qudratli, jabbar bo'lgan ulug' Alloh. Dinsiz kommunistlarni ve ularga öz rozilik bilan erişip Uyg'ur musulmonlarni qirg'in qilayotgan shu kofirlarni halok qilib, bizga haqiqiy dunyo va oxiratlik erkinlik va baxt va islomiy hayot ato qilishini so'raymiz. Ey mehribon ulug' Alloh, dunyoning har qaysi joylaridagi barliq bo'zaq qilinayotgan Falastin, Iroq, Suriya va Kashmirdagi har turli dünyanın her qaysi yerdagi barliq musulmonlarga dunyo va oxirat fathi, yaxshilik, g'alaba va Qur'on, hadis hidoyati ishidagi to'g'ri bo'lgan baxt va to'g'ri bo'lgan yo'l tilaymiz. Ey ulug' Alloh, gunohlarimizni mag'firat qilishingni so'raymiz. Subhanallohi va bihamdihi subhanallohil azim. Salli ala Muhammadin va sahbihi ajma'in.